Esimga tushib qoldi hayajonlanganimda. Yangi qo'shiq chiqardim va nihoyat shuni premyerasi Muqimiy teatr sahnasida spektakl qilib qo'yib beryapmiz. Xudo xolasa yangi qo'shig'imizni shunga sizni taklif qilaman. Rahmat. Qo'rqib ketdim-ku. Dora bilan taqir-tuqir qilib kelganlar nima bo'lyapti-ku? Ustoz ketdi. gapirmay repetitsiyadan kelyapman-da hozir. Еще неизвестно, как это будет, но все равно надо трудиться. Ishlarni rivojini beramiz. Ishlaganlaring oltin bo'lsin. Alloh o'z-o'ziga muhtoj bo'lsin, zot masoq bo'lsin. Ilohim siz yoshlaringizga Eng keragi. Xudo xolasa